Bugun ayollarimizni eng ko'p qiziqtiradigan mavzu ajinlar va ularga qarshi kosmetika vositalari haqida gaplashamiz. Ajinlar nima va nima uchun paydo bo'ladi? Ajinlar bu terining elastikligi kamayishi natijasida yuzaga keladigan tabiiy holat hisoblanadi. Ular quyidagi sabablarga ko'ra erta paydo bo'lishi mumkin. Quyosh nurlari, stress, uyqusizlik, to'g'ri parvarishning yetishmasligi, noto'g'ri ovqatlanish va tananing suvsizlanishi. Yosh o'tgani sayin organizmda kollagen va elastin kamaya boshlaydi. Bu ham ajinlarning ko'payishiga sabab bo'ladi. Ajinlarga qarshi kosmetika vositalari qanday ishlaydi? Ajinlarga qarshi kosmetik vositalar odatda kollagen ishlab chiqarishni rag'batlantiradi, terini namlantiradi va silliqlaydi, antioksidantlar bilan terini tiklaydi. Quyidagi ingrediyentlar eng samarali hisoblanadi ajinlar uchun. Retinol, ya'ni vitamin A, hujayra yangilanishini tezlashtiradi. Peptidlar, kollagen ishlab chiqarishni kuchaytiradi, yuzga lifting berib, yuzni yoshartiradi. Ajinlarga samarali ishlaydi. Gialuron kislotasi, chuqur namlantiradi. Niasinamid, ya'ni vitamin B3, teri rangini bir xil qiladi va namlikni ushlab turadi. Vitamin C terini yorqinlashtiradi va antioksidant himoya beradi. Ajinlar bilan kurashishda yana nimalar muhim? Har kuni quyoshdan SPF bilan himoyalanish, tinch uyqu va kam stress, toza suv ichish va vitaminlarga boy ovqatlarni iste'mol qilish, muntazam yuz parvarishi. Ajinlar bu tabiiy jarayon hisoblanadi, lekin biz ularni sekinlashtira olamiz. Yuzimizga va organizmimizga har doim e'tiborli bo'laylik. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, like bosing va obuna bo'ling.